Assalomu alaykum, xayrli kun aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar, kamina Javlonbek Olimovich. Aziz kuzatuvchilar, dam yaxshi bo'ldi. Sal endi kechroq chiqyapman. Yaxshilab damlab oldim. Mana bu yerda dam olishga to'xtab, mana shu zapravkada Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning 17-kuni shu yerda yakunini topgandi va Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning 18-kuni ana shu yerdan start oldi azizlar. 1400 kilometr harakatlanibman Peterdan shu yergacha. O'zbekistongacha 3110 kilometr qoldi azizlar. O'zbekistongacha 3110 kilometr. Aziz obunachilar, Nijniy Novgorodga 44 kilometr qoldi. Hozir yetishga harakat qilamiz. Obedgacha Xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turinglar azizlar. Xudo xolasa uddalaymiz birgalikda. Videolarni maksimal darajada yaqinlarga tarqatib, storylarga qo'yib, atmetkalar qo'yingizlar. Iltimos, duogo'ylarim va qo'llab-quvvatlab turganlar kattakon rahmat hammanglarga. Alloh rozi bo'lsin. Ishqilib juma ayyomi bilan muborak, chin qalbdan muborakbod etaman. Bayroq zo'rroq olganmiz. Xudo xolasa bugun velikni bir remont qilamiz. Hammaga xayr. Deb olaman, qarshilik qilmaysiz. Assalomu alaykum aka. Yo'l bo'lsin aka. O'zbekistonga aka. Qaydan ketyapsiz? Peterdan aka, Sankt-Peterburgdan. Hozir yo'lda ketyapsiz aka. O'zi qanday aka? Qayerdansiz aka? Aka, hammasi joy-joyida akajon. Ota-ona haqqiga aka, mana Mo'g'uliston ota-ona haqqiga to'lab qo'yasiz. Pullar uzoq bo'lsa aka. Yaxshi etib olyapsiz. Qayerdansiz aka? Andijondanman. Andijondan. Ismingiz? Ismim Husanboy, Husanboy aka. Salomat bo'ling aka. Adres aka. Musofirsiz. Bo'ldi aka. Juma kunlarida mana bugun Sayyidul ayyom juma kunida aka inshaalloh yaxshi niyat yo'lga chiqib, Alloh yo'llaringizni yaxshilatsin. Rahmat akajon. Nima niyat? Ismim Javlonbek aka. Bo'ldi Javlonbek, ota-onangiz oldiga, oilangiz oldiga yaxshi etib oling Javlonbek. Rahmat akajon. Safaringiz bexatar bo'lsin. Xursand Rahmat. Mana ham xursand bo'laman. bo'laman Ketyapsiz aka, xo'p. Salomat bo'ling aka. Rahmat akajonim. Charchamang. Mana azoblashlar. Xalq akamiz yo'lda to'xtab, mana shunchalik duo qilib bir duo qilib qo'yasizlar azizlar. Hozir chiqdim, уже zapravkadan to'xtab shunchalik mana qaranglar, duo qilib chiroyli, mashalloh, ish qilib oilasini vaqtiga akamiz charchadim nimagadir. Videoni maksimal darajada like bosib, kommentariy yozib, tarqatib yuboringlar. Akamizni oilasi ko'rsin, ko'rib xursand bo'lishsin. Mashalloh, shunday farzandi borligidan. Assalomu alaykum, xayrli kun aziz obunachilar, kamina Javlonbek Olimovich. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizda 18-kuni Nijniy Novgorod shahridan mana chiqib ketyapman. To'g'risi ancha qiyin bo'ldi. Juda ko'p chaqalkash adashuvlar bo'ldi. Mana azizlar, ko'rib turganlaringizda qayerda bosib ketyapti, yana bir kishi baliq tutyapti. Mashin serqatnov juda katta. Bu yerda armon tashlab qo'yib, baliqda o'tiradigan joylar ekan. Hozir telefonim juda yaqinlashtirib ololmayapti. Naryoqda bir kishi suvga beligacha tushib olib baliq ushyapti. Bu yoqda
mashina qo'yib qo'yib, odamlar ko'prik tagida baliq ushlayapti. Men bu yoqqa qarab ketyapman. Va hozir Gastinisaga gaplashdim, 4 kilometr qoldi. O'shanga yetib olsam, xudo xolasa borib dam olamiz. To'g'ri yomon charchadim. Hammaga kattakon rahmat aziz kuzatuvchilar. Faollikni yo'qotmaymiz. Bahorsi birgalikda uddalaymiz hammasini. Xayr hammaga. Ishoninglar bir mana shamada bilan hozir tasvirlab bera olmayman bu manzarani. O'zingizlar bir baho berib qo'yasizlar kommentariyada.